Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, obunachilarimiz, bizlarni kuzatib boruvchilar. Mana bugungi mijozimizga Sardoba tumaniga o'zimiz Avashnoy Drabilkani kattasi bilan mini Drabilkamizni olib kelib sinovga qilib berdik. Akam ishlatib ko'rdilar. Mijozdan fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana anchadan beri orzu qo'yardik. Mana shu kattasi chiqqan ekan, kattasida bir yo'l ola qoldik. Chiqarishlari ham normal ekan. Qancha solsangiz, umuman qiynalmasdan chiqarar ekan. Buni kattasidan unaqa qildim. Kichkinasi bo'lsa ham mana hozir mana undan ham tezroq chiqaryapti. Bu ham yaxshi ekan. Xudo xolasa hamma sharoitlarim bo'ldi. O ishni chiqaradigan, keyin boya maydaligi ham qo'ygaroq. Doni ham yaxshi ekan, buni chiqargani ham hammasi joy-joyida. Rahmat. Nechta qo'y boqasiz aka? Hozircha 30 ta qo'yim bor. Nima marinovka qilib sotaman deysizmi, nima deysiz? Ha, shashlik marinovka qilaman o'zim. Mana kelaverasizlar. Sog' bo'ling. Tavsiya qilaman. Mana bu ham o'zi rosa kerakli narsa ekan. O'zim orzu qilib yurardim mana shuni olishdi. Mana niyatga yetdik. Bu ham xuddi shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa texnikalar bo'lsa, kerak bo'lsa, zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Ekranimizda nomerlarimiz bor. Akam mana xudo xolisa Avashnoy kattasidan oldi bir yo'la. Hurmatli mijozlar, Sardobada o'ta go'zal yomg'ir yog'yapti. Ko'rishingiz mumkin. Uygacha rovna 200 km bor. Mijozimizga Karmoy Drabilka bilan mini Drabilkamizni topshirdi. Kimga shunaqa ishonchli texnikalar, xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekran ustidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Yetkazib ham beramiz. Ay shunaqa yomg'irlarda mijozimizni fikrlarini, boshqalarini eshitdinglar. Postlarda joylab qo'ydim. Bemalol kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Ko'rishingiz mumkin. Yomg'irga qaranglar. Dahshat yog'yapti borim.